Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video tillarni yaxshi ko'radiganlar, tillarda savdo qiladiganlar uchun menimcha foydali bo'ladi. Tillar ishlash uchun eng oson, eng sodda strategiyani o'rgataman. Bu strategiya bilmadim, mana YouTube'da ko'rmaganman. Buni kim ishlatadimi, ishlatmaydi, men ham bilmayman. Men bu kundan o'rganmaganman bu strategiyani, o'zim bozordan ko'rib bu uchun o'zim yaratganman. Mendan oldin ishlatgan odamlar bo'lganmi, bo'lmaganmi, undan xabarim yo'q. Ketdi. Indikator tugmasini, stavka tugmasini bosamiz, indikatorlar bizga kerak bo'ladi. Moving average 5, moving average kerak 5 qora bo'lsin. Moving average chiqarib o'rnatishlarni boshqa videoda o'rgatganman, shuning uchun bitta ko'p to'xtalmaymiz. Moving average 5, stavka ya'ni indikator moving average. Endi bizga moving average 15 kerak bo'ladi. 15 rangi bosib qolmasligi uchun rangni boshqacha qilamiz. Rangini kelib qo'yamiz. Okey. Time frame bizga 15 minutlik time frame kerak bo'ladi. minutlik time frame. Bu qanaqa ishlaydi? Bozor flat holatida bo'lsa, mana ko'rasizlar, bundan boshlab mana bundoq qilib olsak, mana bundan boshlab bu yoqqacha bozor flat holatida, ya'ni 10 ga qarab ketyapti. Bu holatlarda bu ishlamaydi. Yana bir har doimgidek eslatib o'taman, 100% ishlagan strategiya bo'lmaydi, 100% ishlagan strategiyani qidirmaydi, 100% ishlagan strategiyani kutmaydi. Hech kim bunaqa strategiya bo'lmaydi. Strategiya bor degan bo'lsa, bu albatta bo'ladi sizlarga. Xullas, moving average 5, moving average 15, grafik time frame 15 minutlik time frame. Tillar bizda oxirgi paytda bozorlar kuzatayotganlar, tillar bilan ishlaydiganlar biladi. Tillar bizda rasman o'suvchi holatda, o'shaning uchun bozorga qarshi ishlashga harakat qilmaydi, bozor bilan bir xil ishlashga harakat qiladi. Xullas, boshladik. Mana ozgina bu yoqdan asli bosib beraman. Bu video juda qisqa video bo'ladi. Bu videoni katta video qilib cho'zib o'tirish hech ham hojat yo'q. Bizga kerak bo'ladigan narsa faqat moving average 5 и moving average 15 kesishi. Moving average 5 и moving average kesishi, ya'ni bizga bitta ostsillator kerak bo'ladi. Bu RSI. RSI 14, hech narsa o'zgartirilmagan, hamma narsa joyida, rangini ko'k qilamiz, qo'yamiz. Ko'rinmayapti, to'g'ri olishimiz kerak bo'ladi ko'rinish uchun. O'yinda 30 ga 70, rangi oq bo'lgan uchun ko'rinmayapti, sababdan qora qo'yamiz. Hammasi ko'rinyapti mana. Endi ketdi. Mana qaranglar, bu scalping o'rnida foydalansanglar bo'ladi, scalping sifatida foydalansanglar bo'ladi. Sababi bu strategiya har doim ham katta masofa yurib bermaydi. Katta masofa yurgan paytlar ham bo'ladi, lekin unchalik katta masofa yurib bermaydi. Scalping sifatida foydalansanglar bo'ladi. Mana qaranglar, divergensiya, konvergensiya menimcha hamma biladi. Bu YouTube'da tiqilayotgan video to'g'risida ham ko'p to'xtalmaymiz. Qisqagina aytib o'taman. Divergensiya, konvergensiya. Bozor haqiqiy grafik mana bu maksimumdan bu maksimum balandda turibdi. Pastda erisaydi, bu maksimum mana, bu maksimum mana. Ya'ni naborot ko'rsatyapti. Bu holat divergensiya deyiladi. Xuddi shu narsa mana teskarisiga konvergensiya deyiladi. Mana bu maksimumdan teparoqda turibdi. Ya'ni bu maksimum bundan oldingisidan pastroqda turibdi. Erisaydi, bu teskari holatda turibdi. Ya'ni mana bu minimum juda ham pastga tushib ketgan, bu minimum qaraydi tepada turibdi. Ya'ni bu holat konvergensiya deyiladi. Konvergensiya, divergensiya shu narsa bilan hamma biladi, o'shaning uchun ko'p to'xtalmayman. Agar kimgadir to'liqroq video kerak bo'lsa, yozsangiz to'liqroq video berishga harakat qilaman. Bizda bozor konvergensiya beryapti, moving average 5 bilan moving average 15 kesishyapti. Mana biz shu yerda zelka ochamiz. Hozir kerak bo'ladigan grafik kerak bo'lsa. Mana qaranglar. Mana bozor konvergensiya berdi, moving average 5 bilan 15 kesishdi. Mana biz bu yerda zelkani ochamiz.
Stop lossni ham qo'yamiz. Pastroqga qo'yamiz har doimgidek. Stop loss qo'ydik, zerikni ochdik. Bu juda soddagina strategiya, lekin ishlaydi. 2443 pips. Уже mana 1.2 birga to'g'ri ham ishlagan, даже birga to'g'ridan ham ko'p ishlagan. Ishlab berdi. Bu birga bir ishlasanglar ham bo'laveradi, birga ikki ishlab o'tirsanglar ham bo'laveradi. Yana xuddi shunaqa ssenariy kutamiz. Keyingi holat, mana bu yoqda qaranglar. Mana bu maksimumdan pastda, ya'ni bu maksimum bundan oldingisidan baland. RSI holatida bu maksimum balandi, bu maksimum juda ham pastda, ya'ni bu divergensiya. Moving average 5 bilan 15 keshish o'tdi. Bozor bizga konvergensiya, RSI bizga konvergensiya, divergensiyani ko'rsatib beradi. Xuddi shu paytda moving average 5 bilan 15 keshishi kerak bo'ladi. Juda qulay masofa, stop loss juda qisqa masofa. Bu yerda zerga ochdik, mana bu stop lossni qo'ydik. 2459. Birga 3 ishlab bo'ldi уже. Davom qilaveramiz, balki birga to'g'ri ishlagandir. 1.2, 1.3, 1.2, 1.3 bozordan olib chiqib ketasizlar. Yana xuddi shunday holat. Mana moving average 5 bilan 15 kesishyapti, lekin RSI hech nima bermayapti bizga. Demak, bu yerda zerga ochmaymiz. Endi bizga yana RSI divergensiyaga konvergensiya bergan joylar bor. Qarayapti. Mana bu yerda buni olmaydi, chunki bu soyasi balandroq turibdi. Buni konvergensiya deb olmaysizlar. Bunaqa holatlarni divergensiya, konvergensiya bu yoqda yo'q. Ben bu yo'lni ochmayman, lekin mana qaranglar, mana bu yerda bor. Hamma joyini ko'rsatishga harakat qilaman, chunki boshqalarga o'xshab, bir xillarga o'xshab turib, faqat ishlagan joyini ko'rsatsa, ishlamagan joylarini ham ko'rsatish kerak, chunki odam qilayotgan odam tushunib ishlash kerak, nima ish qilayotganini, ya'ni faqat ishlaydigan ekanini emas, ishlamasligi ham mumkin ekandir. Shunda $1000 puli bor bo'lsa, bo'ldi, bu men YouTube'da ko'rdim, bu zo'r ishlayotgandi. $500 bitta zerga risk qilish kerak emas. Sizga yoki o'sha yerda qilayotgan odamga ishlamagan joylarni ko'rsatish kerakki, u videoni ko'rib turib shu strategiya ishlamoqchi bo'lgan odam ishlamasligi ham mumkin ekan-ku degan tushuncha bilan ishlasa, hamma pulini yoki pulini katta qismini risk qilmasin chiqarish strategiya, hech kim strategiyasiga. Mana bu yerda xullas, bu yerda bor. Divergensiya bor bu yerda. Moving average 5 bilan 15 mana bitta kesishyapti. Bu masofa juda qisqa, bu yerda ham ishlarni hisoblasak bo'ladi. Mana qarang. Mana bu stop loss qo'yamiz 1222. Mana bu tushganda 2634. 1.2 bu yerda ham ishlab beryapti. Mana ko'rasizlar, bu joyda juda ham kichkina yurib bergan. Ekrandan ko'rsanglar juda ham kichkina yurib bergan. Lekin biz izlagan ochdik, stop loss qo'ydik, 1.2 ishlab berdi. Mana boshida aytdim, bu strategiya uzoq muddatli savdo uchun emas, bu scalping sifatida foydalansangiz bo'ladi. Scalping sifatida juda ideal ishlab beradi. Mana kelgan bu yerda hozir bozorimizda tez-tez o'tib uchun ketma-ket signal chiqayotgandek ko'rinyapti, lekin bir kunda chiqsa agar ikkita signal chiqishi mumkin. Mana bu yerda yana mana yarmi ko'rinib turibdi, divergensiya bor. Mana bu kesishyapti. Biz bu yerda ochamiz, mana bu stop loss qo'yamiz. 1800 deydi, 1800. Mana bu esa 1948. Birga bir yurib beryapti, bozor qaytishni boshlayapti. Bu yerda xohlasangiz ishlamaganini qabul qilinglar, agar birga bir sizlarni qoniqtirsa, birga bir bizga yopsanglar, agar bu ham ishlagan so'raydi. Birga birda ishlaydigan bo'lsanglar, hammasi ishlaydi, hammasi ishlaydi. Bu joy hammasi demaylik, 92-93% ishlaydi. Keyingi holat bozor test bo'shab qolamiz. Keyingi vaziyat mana bu yerda masalan. Mana ko'rasizlar, oyoqda yo'q. Mana bu yerda bor. Mana kichkinagina vaziyat mana bu yerda bor. O'ziga uверен bo'lgan divergensiya emas-ku, bor, bu yerda bor. Bu yerda mana moving average 5 kesishyapti, bu yerda skor ishlamagan. Bu yerda ishlamagan, bu yerda даже birga ham ishlamagan. Ya'ni shunaqa ishlamagan holatlari ham bo'ladi. Men videolarimni qo'yganimda faqat ishlagan zerkalarimni emas, bitimlarimni emas,
ishlamaganlarini ham qo'yib boraman deganman. Ishlagan hammasini aralash qo'yib borayotganim sababli sizlarga o'rgatayotgan strategiyalarimda ham faqat ishlagan joyini topib sizlarga ko'rsatmayman. Ko'p videoda man ko'rganman, shunaqa qilinadi. Mana ishlagan deb ko'rsatiladi. Yo'q, mana pul ko'rsatish qolmayman, man boricha ko'rsatish qolaman. Ya'ni iloji boricha ko'zga tashlanadigan konvergensiyani, ko'zga tashlanadigan divergensiyalarni tanlaylarki, ishlash ehtimoli kuchliroq bo'ladi. Mana masalan, mana bu holatda. Bu soya bu oldingi soyadan ozgina judayam qisqa pasaydi. Alaykum bo'tdi bozorda erisayda judayam chiroyli konvergensiya bergan. Mo'yin average 5 bilan 15 kesishdi. Konvergensiyadan keyin stop lossga qo'yasizlar. Bizda ko'rsatishdi. Buni so'ramaymiz, bu ishlagan shunday ko'rinib turibdi. Ko'zga yamliroq tashlanadigan holatlarni olsanglar ham buni aytaman, yaxshiroq ishlaydi. Butdan ham mana ichkaridan ham topsak bo'ladi. Mana bu holat misol uchun. Mana bu holatda bor, divergensiya bor. Lekin zo'r qadar topiladigan divergensiya. Mana holatdan olaylik, ko'zga ya'ni tashlanadigan divergensiya, konvergensiya holatlarini olaylik. O'shanda bozorda ishlash ehtimoli kuchliroq bo'ladi, chem qidirib bir amallab o'zingiz uchun divergensiya yaratganinglardan ko'ra. Mana masalan bu yerda qaranglar. Mana bu maksimum. Mana sizlarga maksimumni belgilab qo'ying. Mana bu maksimum. Bittasi. Mana bu ikkinchi maksimum. Ko'rasiz, shunday qaraganda ham ko'rinib turibdi. Bu maksimum bundan balandda turibdi. Agar erisayga qaraydigan bo'lsak, mana bu maksimum tizimni buzib chiqib ketib bo'lgan, bu maksimum tizimni buzolmagan. Ya'ni bu maksimum bundan pastroqda. Divergensiya holati bo'lyapti. Divergensiyadan keyin mo'yin average 5 bilan 15 ham kesishyapti. Bu tizimni ko'rishamiz, stop loss zonasi juda qulay zonada, qo'limiz ishlayapti. Ishlab beradi, stake profitlar oladi, mana bu ham qaraydi. Mana bu ham juda chiroyli holat. Men bilan qidirib, oldindan tayyorlab, to'g'risini aytsam, men hech qachon videolarni YouTube'ga video qo'yish uchun o'tirib, birinchi tayyorgarlik ko'rib, videolarni ko'rib chiqib, qatnashmaganlarni topib olib, ana o'shalardan keyin ko'rsatishga harakat qilmayman. Bunda grafikni ochaman, kamerani yoqaman, video olishni boshlayman. Chunki hamma narsani boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Maqsad bu yerda odamni kimdir aldash emas. Maqsad bu yerda bozorda ishlaydigan strategiyalar bor. Agar to'g'ri ishlatsanglar, обязательно 2000-3000 dollar ketkazib, kafolati yo'q kurslarda o'qishingiz shart emas degan ma'noda. Mana bu yerda ham divergensiya bor. Mo'yin average 5 bilan 15 kesishdi. Bu ham ishlab bergan. Yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Qancha shu sabablarga tushsa, shuncha ko'p ishlash ehtimoli bo'ladi. O'sha aytganimdek, ko'zga ya'ni tashlanadigan konvergensiya, divergensiya holatlarini olinglar. Ilk kelgan mo'yin average 5 bilan 15 mana bir tepaga pastga juda yaqin masofalarda kesishib yurgan holatlar emas. Mana bunaqa ancha qulay, ancha bir-biridan uzoqda yurib, keyin kesishgan vaziyatlar bo'lsa, chiroyli, juda chiroyli ishlab beradi. Mana kimdir hamma ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, W modeli, M modeli to'g'risida milliard video bor YouTube'da. Mana buni W modelida bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi mana? Tegi yoniga qo'yib, bonus ko'rinib qolib. Mana bu yog'i mana bu yog'i. Mana W yasaldi. Mana W'ning o'rtasi. W'ning o'rtasini buzib o'tdi. Juda ishonchli tanalari bilan buzib o'tdi. Lekin tasdiq qilmadi. Bu bilan nima demoqchiman? Buni hozir nimaga sizlarga ko'rsatdim? Ko'p trader o'zi ishlaydigan, o'zi daromad qiladigan strategiyasini ko'rsatmaydi, ko'rsatgisi kelmaydi. Hamma biladigan, YouTube'ga o'zbek tilida hali yo'q bo'lsa, rus tilida yozsanglar, rus tilida ham yo'q bo'lsa, ingliz tilida yozsanglar chiqib keladigan strategiyalarni qo'yishadi. O'shaning uchun ko'rsatganlarga ishlamayapti. Xullas, mana bu tillar uchun juda qulay strategiya. Mana qaranglar. Mana divergensiya, divergensiya beryapti, mo'yin average 5 bilan 5 kesishyapti, ishlab beryapti. Yana qatta bor.
Yana katta bu. Mana, mana bitta holat, mana. Maksimum, mana ikkinchi yonidagi maksimum. Ko'rasizlar, bu yerda ham divergensiya beryapti, stopli zona juda zo'r zona. 1705 bilan 15 mana bir-biridan uzoqroqda yurishgan ancha muddat. 15 minut time frame ancha yurishgan. Bir-biridan uzoq. Mana kesishyapti. Divergensiya bor, kesishish bor, stopli zona qulay, ochamiz bitimni, stopli qo'yamiz, ko'ramiz, cho'tki ishlab beradi. Mana qaranglar, bu yog'ini hali grafik davom ochmagan holatda ko'ramiz. Bu yerda ham mana qo'yganman bor bu yerda. Mana. Mana bu minimum, mana bu minimum. Mana bu konvergensiya bor. 1705 bilan 15 kesishyapti. Bu yerda zed ochamiz, stop loss rampga qo'yamiz, ko'ramiz, ideal ishlab bergan bu. Bozorda ko'proq zed ochish boshlab ketishdan oldin ozgina bozorni o'zingiz kuzatib, ko'proq просто daftar oldinglar qo'lingizga. Mana mamlakatimiz bo'lyapti, 1705 kesishyapti 15 bilan, konvergensiya beryapti. Mana shu zed ochgan bo'lardi. Qog'ozga просто daftarga yozing. Ishdan ochmaydi, просто daftarga yozing. Yani ma'lum muddatdan keyin 1 soat, 2 soat, 5 minut, 15 minut. Xullas ma'lum muddatdan keyin qarab qo'yasizlar. Ishlagan bo'larmi, ishlamagan bo'larmi? Bu ishlagan bo'larmi? Tekshirib qo'yasizlar. Yana ochasizlar, mana shunaqa qilib, 15 lik 30 qilib tekshiringlar. Sizlarga ma'qul kelsa, dunyoda ideal strategiyani o'zi yo'q. Dunyoda mukammal strategiyani o'zi yo'q. Faqat kimgadir tushadigan, kimgadir tushmaydigan strategiyalar bo'ladi. Mana bu yerda ham masofasi uzoq, bir-biridan masofasi juda uzoq-da, lekin bor. Bu yoqda RSI ko'rsatyapti, что bu maksimum oldingisidan pastda, grafikda ko'rsatyapti, nariroq tepada. Bu yerda ham bor. 1705 bilan 15 kesishyapti, mana bu stop loss qo'yasizlar, ochasizlar, qo'yasizlar, yana yuraveradi. Buni scalping sifatida foydalansanglar bo'ladi. Menimcha shunday bo'ladi. Men biroz uzoq bo'lib ketmasin, videolar uzoq bo'lib ketmasin, harakat qilaman, chunki ko'rayotganlar zerikib ketadi. Shu sababdan uzoq bo'lib ketmasligiga harakat qilaman, chunki ko'p ko'rsatmayman. Menimcha yetarlicha tushuntirdim. Agar kimgadir nimadir yaxshi tushuntira olmagan bo'lsam, kimdir nimadir tushunmay qolgan bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Men hammasiga javob berib, erinmasdan tushuntirib beraman.